Er xotin o'rtasida o'zaro sir bo'ladi. U sirni saqlash bu omonat bo'ladi. Biz omonat deganda faqat moddiy holatni tushunib qolganmiz. Yo'q. Er xotin o'rtasidagi sir bu omonat bo'ladi. Aka, uka, xotinning aybini kimgadir aytadigan bo'lsangiz omonatga xiyonat qildingiz. O opa singlim, o'sha xonadonni siz siri omonatisiz. O'sha sirni ko'chaga olib chiqsangiz, omonatga xiyonat qilgan bo'lamiz ham. Er xotin o'rtasidagi o'zaro sir bo'ladi, bu omonat bo'ladi. Eng yomon erkak xotinining aybini birovga aytgan erkak. Eng yomon ayol erini sirini, o'sha xonadonning sirini, aybini ko'chaga olib chiqqan ayol. Omonat bo'ladi bu. So'ralamiz ertaga qiyomat. Omonatga xiyonat qilish bo'ladi. Biz qachoniki ishkal, urush, janjal bugungacha xolos. Urushib qolinsa, kelishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, hamma bir-birini, Xudoanda bir-birini sirini ko'chaga tashib, olib chiqib, u omonatga xiyonat qilish bo'ladi bu. Sir, omonat o'zimiz bilan birga qabrgacha ham ketishlik kerak bu. Omonat bu. Chiqisha olmay qolsak ham, kelishmovchilik bo'lsa ham o'sha sirni o'zimiz bilan birga olib ketishligimiz kerak. Omonatga xiyonat qilgan bo'ladi.